Аңлаватқаныңла Шинжаң Халық Нәшрияты тәріпідін 2021 елі нәшір қылынған Uyghur халық чөчеклерідін Kiyik Xanish. Burunның burunысыда Egiz tağның bağrıdaki Avat şəhərdə bir padişah yaşıgan iken. Kişiler onu Adil Şah deyişid iken. Adil padişah 40 yaşqa kirgende onun talab iltijalari rava bolup bir oğul farzand görüpdü. Padişah 20 yıllık tilak arzusunun əməlge aşqanlığıdan nahayta xoşal bolup bütün yurt xalqiga 40 gün toy qilib beripdi. Padişah altın kömüşke tolgan xəzinisinin işigini kən içip üstü-üstlab xeyir saxavetlerini qıpdı. G'erib miskin, yetim acizlarning beshidan javohiratlarni chashqu qilib chechibdi. Xaloyiq padishahning bu yaxshi marhamatini ko'rib, uningga cheksiz ehtirom bildiribdi. Hamda padishahning yangidan dunyoga ko'z ochgan o'g'liga uzun umr, baxt, saodat tilab, yaxshi ko'ngillarini bildirishibdi. 40 gün şunda xuşallık içinde ötüptü ki, bütün şehirde külmegen, nakşı etmegen, usul oynamagan bir mu adam kalmattı. Kim nemeni yegisi kelse şunu yaptı. Nemeni kiygisi kelse şunu kiyipti. Kısqısı hiç kimge çek koymaptı. Adamlar özlerini şunçilik azade, rahat his qilishibdi. Toyning 40 günü padişah oğluğa isim koymakçı bopdu. Oğluğa zadın neme dep isim koyuş haqqida köp talaş tatış bopdu. Her kim öz köңlidagi eng chiroyli isimlarni o'ttirib qo'yibdi. Uni deb, buni deb zadila birlikka kelolmabdi. Shu chaqda bu yurtdagi hamma kishi hurmatlaydigan donishmand bovay mundaq debdi. Şahimiz 40 yaşqa kirgende Talay iqbal nurluq yüzünü ko'zitib bir muborak o'g'il ato qildi. Bu xosiyatlik o'g'il yolg'iz ulug' shohimizg'ila emas, balki butkul yurt xalqiga xushalliq ep keldi. 40 kundan beri kishilar o'zlari azaldan ko'migan yaxshi kunlarni ko'rdi. Namratlar boy bo'ldi, miskinlar xushal bo'ldi. Hamma odam o'zini shodimon, baxtlik his qilishmoqda. Aniqki, bu söyümlük şahzada, şevketlik tacı taxtimizning varisi bizga cheksiz baxt ato qildi. Shunga biz uning ismini baxt ato qilg'uchi degan ma'nida baxt ato qo'ysak qandaq. Bu taklif padishah, xonish, barliq vazir amir hamda jimiki xaloyiqqa ma'qul kelib, shahzodaga baxt ato deb ism qo'yilibdi. Murazim şunun bilan oxirlashib, kishilar xurjun non to'qash, kiyim-kechak, tilla tangilarni yudishib, o'z uylariga qaytishibdi. Yillarga o'rin bo'shitib, ko'zni yumib ochguncha oradan 7 yil o'tib ketibdi. Shahzoda baxt ota 7 yoshga kiribdi. U yeshining cho'ng'iyishiga agishib, teximi kelishgan bo'lib ketibdi. Aqli odamni lol qilg'udek darajada o'tkir bo'lib yetilibdi. Padishah taraf-tarafga farmonlar tushirib, donishmand olimlarni o'rniga taklif qilib, shahzodani ularning qo'liga topshiribdi. Donishmand ustozlar shahzodaga butun vujudi bilan berilib, ilm o'gitibdi. Yillar o'tib, shahzoda 15 yoshga to'shibdi. Ustozlarining uningga o'gatgudek ilmi qolmabdi. Shahzoda ilm hikmatda, aql farosatda, jang mahoratda kamolatga yetibdi. Oltin uzukka yoqut ko'z degandek shahzodaning qomatiga yarasha aqliga yarasha qomati bir-biriga yarashib, uni g'uborisiz pok qosh tashdek qilib yetibdi. Kunlarning bir kuni shahzoda padishahning ijozatini elib 40 yigitni kayniga selib shikarga chiqibdi. Yigitlar yo'lvoz yilpizlarni ovlabdi. Har xil qushlarni tutibdi. Shahzoda ovda qurdoshlariga qaraganda nihoyatda ko'p jon-jonivorlarni ovlabdi.
keng dalaning havosi, rang-birang canlıqlar, cheksiz ketgan o'rmonliq shahzodaning zehnini texmi echibdi. Shahzoda yigitlar bilan shunda xo'shal-xuram o'lab kunni o'tkazibdi. Ular 3-kuni kechqurun bir daryoning bo'yiga kelib tushkun qipdi. Yigitlar gulxonlarni yiqib, kiyik go'shtlarida kaboblarni pishirib, xushbo'y maylarni ichib, ay yo'riqida bazmi quribdi. Yigitlar shodliq ichida bazmini voyiga yetkazgandan keyin bir-birlab uyquga ketibdi. Shahzodami yulduzlarning chiroyli jimirlashlariga qarab, ko'zini yerim yumgan holda uyquga ketibdi. Shahzoda tush ko'ribdi. Tushida heliqi daryo bo'yida o'zi yolg'iz turarmish. Ay shundoq chiroyli nurlanib, olamni yo'ritarmish. Süzük suv tagida oltin beliqlar o'ynab yurarmish. Shahzoda hamrohlarim nega ketgando deb daryoning oyoq tarafiga qarab yo'l opdimish. Shu chog'da suv yuzida bir go'zal sohib jamolning sho'lisi ko'rinibdimish. Shahzoda saygaklashib atrofga qarasa, hech kim yo'qmish. Suvga qarasa, heliqi go'zal sima barg'an siri jilvalanib, to'lqinlarning ustida laylab turarmish. Shahzoda qo'llarini daryoga sunib, sohib jamolni chaqirarmish. Ammo go'zal sima kulib qo'yishdan boshqa hech qanday ifoda bildirmasmish. Shahzoda betoqat bo'lib osmonga qarasa, bu go'zal dilrabo oy ichida uningga qarab turarmish. Uning o'tliq ko'zlaridan chachirgan bir o't shahzodaning bag'riga tegib, shahzoda hushidan ketibdimish. Keyin shahzoda hushiga kelib, ko'zini ochsa, heliqi farishta xo'yliq go'zal janon o'zining beshini illiq quchqiga elib, uning yuz ko'zlarini silab o'ltirarmish. Shahzoda uningga salom berib, "Ey go'zallikda tangdishi yo'q malikam, o'zingiz oyning qizimi yoki kunning qizimi? İnsanmı yoki hur parizatmı? Bu yerda nima ish qilib yurisiz?" deb so'rabdimish. Malika hech bir gap qilmay turarmish. Shahzoda ko'zlaridan yomg'irdak yosh to'kib, qizning kimligini takror so'rarmish. Ammo qiz kulibli qo'yib javob bermasmish. Shahzoda yoshlarini to'xtatolmay qizga muhabbatlik so'zlarni qipdimish. Malika Dilrabo oxirida, "Ey pokdil shahzodam, mendan ortiq gap so'ramang. Boshqalar anglab qolmasin, sad bo'ladi. Deganlaringiz rost bo'lsa, keyin bu yerga yolg'iz kelib, meni mushu daryo bo'yidan izdang." debdi-da ko'zdan g'oyib bo'pdimish. Shahzoda Malikam deginicha vaqirab uyg'onibdi. Yigitlar cho'chishib, shahzodaning qishig'iga kelib, nima bo'lganligini so'rashibdi. Ammo shahzoda hech nima bo'lmadi debla boshqa gap qilmabdi. Bu dal tong yo'rg'an mezgil bo'lib, yigitlar shahzodaning xohishi bo'yicha safar jabduqlarini yig'ishtiribdi. Ular shikarni bir kun burun oyoqlashtirib, o'rdaga qaytibdi. Shahzoda o'rdaga qaytgandan keyin bir necha kun hech kim bilan ko'rishmay, o'zining xos hujrasiga kirib, kitob ko'rib, ko'rgan tushiga donolar qoldirgan qomuslardan beshorat izdabdi. Shahzoda oxir tushni bir ulug' saodatning beshorati deb jazmlashtiribdi. Shuning bilan shahzodaning ko'ngli yo'ribdi. U otasining oldiga kirib, "Hurmatli shoh ota, men yana bir qitim shikarga chiqishni o'ylab qoldim. Dalada ko'nglim ko'tarilib, zehnim urg'ib qoladi ekan. Ijozat bergan bo'lsalar," debdi. Podsho, "Ey ko'zimning nuri o'g'lim, ko'ngling xohlagandek bo'lsin. Nemishqa ijozat bermigudakman," debdi va vazirlarni chaqirib, "Sizlar shahzodaga va uning yigitlariga yetgudak oziq-tulik tayyorlab beringlar," deb yorliq tushiribdi. Vazirlar labbay deginicha sirtqa qarab qadam tashlabdi. Shahzoda ularga qarab, "To'xtanglar, menga ortiq tayyorlik lozim emas," debdi. Vazirlar shahzodaning so'zi bilan uning qishig'iga kelib, qo'l bog'lashib turibdi. Podsho
sual nazari bilan shahzodaga qarabdi. Shahzoda padişah tarafga 2 qadam siljib, "Shoh ota, iltifotlariga rahmat. Lekin men bu qitim shikarga yolg'iz chiqmoqchiman. Burun ko'p qitim o'nlagan yigitlarning hamrohligida shikar qildim. O chaqda shunda qilsam bo'lmaydi. Chunki men kichik edim. Endi cho'ng bo'ldim, kuchga to'ldim. Menga hech qanday yordamchi lozim emas. Dunyoda shohlik va shahzodalik odamga doimlik hamroh emas. Oyning 15 oydan bo'lsa, 15 qorong'u degan gap bor. Men boshqalarga beqinmay yashashni o'rganay. Navoda yolg'iz chiqishimga qo'shilmasizlar chiqmay. Agar o'g'lim xo'shal bo'lsin, yashashni chin ma'nisidan o'rgansin desilar, ijozat bergaylar, debdi. Padişah ichida o'g'lining aqliga opirin o'qibdi va taxtdan tushib, shahzodaning mang'aylaridan so'yibdi. Shahzodaning pat qaytib kelishini o'tinibdi. Hamda "Orzu talablarimga yarasha manglarcha rahmat. Menga shundoq ulug' shon-shavkat ato qilindi. Uning ustiga mushundaq dona va aqlliq bir o'g'illik bo'ldim. Buning uchun manglarcha rahmat. O'g'lim aman esan bo'lsin", deb tilak tilabdi. Shahzoda padişahning qishidan chiqib, bir kun tayyorlik qilib, non to'qash raslabdi. Atsi oq arg'amoqqa minib, daryo bo'yiga qarab yo'l olibdi. Shahzoda otni to'xtamay qamchilab, uzoq yo'llarni besib, oxir daryo bo'yiga yetib kelibdi. Daryoning qishini bo'ylab yuqori to'van uzoq aylanibdi. Ammo qizning qarisimi ko'rinmabdi. Kun o'ltiribdi. Osmonda oy chiroy echibdi. Daryo yuzi ko'kdagi g'ujmak yulduzlarning jilvisi bilan jimirlabdi. Shahzoda baxt ota tun 20gacha bedor o'ltiribdi. Lekin hech bir shabi bo'lmabdi. Tongga yaqin uyqu g'olib kelib, ko'zlari yumilibdi. Shahzoda yana tush ko'ribdi. Tushida heyliqi go'zal qiz yana to'lin oyning ichidan chiqib, oq bulutga o'ltirib uchib kelib, sohilga qo'nibdi. Shahzoda egilib salom beribdi. "Ey go'zal malikam, menga ko'yimingizni atab, o'zingizning kimligini aytib bersingiz-chi? Qaysi gulshanning gulisiz?" deb so'rabdi. Malika: "Ey shahzoda, siz texi nodon ekansiz. Oshiq bo'lgan kishi uyqudan g'olib kelishi lozim. Ammo siz uxlab qoldingiz. Siz hozir tush ko'ryapsiz. Men sizning tushingizdagi qiz. Uyg'onsangiz, balki bu ishlarni unutib ketarsiz. Xayri xo'sh, fursat bo'lsa, yana ko'risharmiz", deb g'oyib bo'pti. Shahzoda cho'chib uyg'onibdi. Qarasa kun chiqib, tog'lar allaqachon qizillikqa purkinib bo'lgan ekan. Shahzoda o'zining uxlab qilib yomon qilganligini his qildi. Shahzoda daryoda yuz ko'zlarini yuyib, oz to'la nasht qilibla arg'amoqqa minib, yana daryoning bo'yini bo'ylab qizni uzoq izlabdi. Ammo qizning qarisimi ko'rinmabdi. Yana kun o'ltirib, osmonda oy yulduzlar paydo bo'pti. Shahzoda bugun kecha cho'qim uxlab qolmaslikni niyat qilib, yaqin yuziga qarab o'ltiribdi. Tun 20dan eshibdi. Kech tong'i yiqilabdi. Dal shu chaqda suv yuzida qiz ko'rinibdi. Yigit aldirab beshini ko'tirib qarasa, o'zidan ancha yiroq bo'lmagan yerda heliqi qizning ko'zlari yosh turg'udek. Shahzoda qizga qarab yuguribdi. Qiz shahzodaning o'zini ko'rib qolganligini ko'rib, kelgan yo'li bilan qechibdi. Shahzoda uning orqasidan qo'g'labdi. Qiz qechibdi. Yigit qo'g'labdi. Ular shunda qo'g'lishib, kunni tush qilishibdi. Shahzoda qizning kaynidan qanmay yuguribdi. Qizning yugurgidek darmoni qanmagandila, shahzoda uningga yetishibdi. Shahzoda kelib qarasa, qiz öksüp yig'lab o'ltirg'idek. U gul giyohlarning yo'pirmoqlarini kiyim qilib olgan ekan. Shahzoda uning oldida yukinib o'ltirib, o'zining oshiqligini bayon qildi. Qiz shahzodaning gaplariga jimmida o'ltirib quloq solgandan boshqa hech qanday so'z qilmabdi. Shahzoda nurg'un savollarni so'rabdi. Qiz bo'lsa
gap qilmay beshini lang'ishtish bilanla javob beribdi. Shahzoda: "Ey güzel mahbubam, men sizni oxiri topdim. O'zimning holini sizga yo'shirmay aytdim. Siz nimishqa menga biror ig'iz gap qilib qo'ymaysiz?" deb so'rabdi. Qiz ko'zlaridan yosh to'kib, qo'li bilan tilini ko'zitib turib, so'zlaganmayman degan ishoratni beribdi va bir ah chekib hushidan ketibdi. Shahzoda qizning beshini quchqig'i elib, uning ko'z yoshlarini surtibdi hamda taqdirning bu qismatiga qarab hasrat yutibdi. Dal shu chaqda ularning oldida nurani chiroy bir bovay paydo bo'lib qopdi. "Yigit, nima talabing bor? Qani aytqin", debdi bovay. Shahzoda nihoyatda ko'ngli yerim holda: "Ey bova, bu qizning menga shirin so'zlarni qilishini to'liq xohlaydim. Umidimni qabul qilib, bu qizga til bergaysan, uni so'zlatgaysan", deb tilabdi. Shu an Nurani bovay shahzodaning tiligini ijobat qilmoqchi bo'pti. Shahzoda qizni yenik tavratgan ekan, qiz go'yo uyqudan uyg'ongandek hushiga kelib, ko'zlarini asta echibdi. Yigit bilan qiz yukinib o'ltirib, Nurani bovayning so'ziga quloq soldi. Nurani bovay tabassum bilan: "Bugun sizlar murod maqsadinglarga yetdinglar. Bir ömür mehr vafoliq bo'lgaysizlar. Ömür bo'yi to'g'ri yo'lda mengib, o'zaro sadoqatman bo'lib o'tgaysizlar", debdi-da yaqin kelib, shahzodaning mang'izida to'xtab qolgan bir tomchi yoshni barmog'i bilan ilib, qizning tiliga tekkizibdi. Ondan qizning beshini shundoq silgan ekan, uning ustidagi gul giyohlarning cho'plari shundoq chiroyli kiyimga aylanibdi. Qiz shu an zuvonga kepdi va "Iltifotlariga minglarcha rahmat bova", debdi-da xushalliq yoshlarini to'kibdi. Shahzoda qizning ko'z yoshlarini surtib, Nurani bovayga ko'p rahmat, tashakkurlarni bildiribdi. Bovay Nurani chiroyidan mehribonlik yog'dirib: "Sizlarga qiladigan 2 ig'iz nasihatim bor. O'g'lim, sen bu qizni yig'latmag'in, uni baxtli qilgin. Qizim, sen bu shahzodaga vafodor, sadoqatman bo'l. Heliqi seni cho'ng qilgan kiyikni o'zingdan ayirma. Balalarim, sizlarning oldinglarda texi yana nurg'un sirlar bor. Bu sirlarni aqlinglarni ishiltib ichib, yaxshilarga xushalliq, yomonlarga yengilish ato qilgaysizlar. Murodinglar hosil bo'lg'ay", debla ko'zdan g'oyib bo'pti. Qiz bilan shahzoda bu karomatga hayron bo'lib, yoqalarini tishlashibdi. Ondan ular o'zlarining shirin suhbatlarini quribdi. Kun ko'tarilib, olamga ottab yeyilibdi. Shahzoda qizning sumbul chochlarini barmoqlarida tarab turib: "Malikam, endi biz qaytayli. Tezdan shaharga qaytib, bu xush xabarni Shoh otam, Xonish onamga yetkazayli", debdi. Qiz: "Ey shafqatjim, mening kimligimni siz texi bilmadingiz. O'zimning kimligini hatto o'zimmi bilmayman. Mening biladiganim faqat birla, u bo'lsa-mu mehribon kiyik. Men dunyoga ko'z ichib, o'zimni uning quchog'ida ko'rdim. Uning sutini emib cho'ng bo'ldim. U meni o'z jinidimi ortiq ko'rdi. Nurani bovay tashlavatma degan jonivor ana shu kiyik. Mening toki tunugun oqshomgacha tilim bo'lmag'ashqa, uning ustiga u bir kiyik bo'lganligi uchun 10 necha yilni gap so'zsiz ishorat bilan o'tkazdik. Men uni onam desammi bo'ladi? Men uni hargiz tashlab ketamayman. U mendan ayrilanmaydi. Mana saq bir kecha yarim kun o'tdi. U hozir meni izlab, mening yo'limga qarab, bag'ri par-par bo'lib ketgandi. Agar meni chin dilingizdan so'ysangiz, shu bechora kiyikni men bilan birga akiting. Undaq bo'lmaganda men nobud bo'lib tugishiman", debdi. Shahzoda kiyikni xuddi o'z onasidek qadrlaydiganligini bildiribdi. Qiz nihoyatda xushal bo'pti va shahzodani boshlab bir g'orning ichiga kepdi. Shahzoda qarg'udek bo'lsa, degandek shundoq chiroyli bir ona kiyik turg'udek. Kiyik qizni ko'rib, o'rnidan chachrab turibdi-da, uning putlarini purabdi. Qiz uning ko'z yoshlarini surtib, bo'lgan ahvolni uningga so'zlabdi.
Kiyik xuddi gap uqdigandek ko'zlarida xushalliq jilva qilib, beshini to'xtamay langshitibdi. Va shahzodaning yeniga kelib, bu ikkisini tabriklagandek harakatlarni qilib, shahzodaning putlariga surkilibdi. Shahzoda qizni etiga mindirib, shaharga qarab yo'l olibdi. Kiyik ularga agishib mengibdi. Yerim kun bo'lganda ular shaharga yetib kelibdi. Xaloyiq bu qizning husn jamolini ko'rib hayron qolibdi. Shahzoda o'rniga kirib bo'lguncha xabar allaqachon podshohga yetkazilib bo'pti. Podshoh nima ish bo'lganligini bilolmay, qizning husn jamoli to'g'risidagi ta'riflashlarga biri ishinib, biri ishonmay, aldirab shahzodaning oldiga chiqibdi. Podshoh ko'ribdiki, shahzoda bir go'zal qizni otga mindirib, otni o'zi yetilab kelayotgandek. Bir chiroyli kiyik ularga agishib kelayotgandek. Shah qizga bir qarabla o'g'lining baxtiga qoyil bo'pti. Butun o'rda ahli shahzodaning atrofiga o'lishib, qizning chiroyligligiga hayron bo'lib, yoqalarini tishlashibdi. Shahzoda qizni otdan tushiribdi. Podshoh o'g'lining qishig'i kelib, "Muborak bo'lsin, o'g'lim, muborak bo'lsin", debdi. Shahzoda otasiga salom beribdi. Qizmi podshohning oldida tizlanib o'ltirib salom beribdi. Shah aldirab qizni o'rnidan turg'izib, "Qutlug' qadimingizga muborak bo'lsin, qizim", deb peshonasidan so'yibdi. Xonishmi o'g'lining ko'ziga qoyil bo'lib, qizning ruxsariga zo'xlanibdi va qizni bag'riga besibdi. Podshoh va xonish boshqalarni sirtda qoldirib, shahzoda bilan malikini elib o'z xonasiga kiribdi. Kiyikmi ular bilan birga uyga kiribdi. Podshoh bilan xonish ularning qayerda tepishib qolganligini so'rabdi. Shahzoda qizni tunji qitim tushida ko'rgandan tortib, uni o'rniga boshlab kelguchi bo'lgan oraliqdagi voqealarning hammasini bayon qilibdi. Podshoh bilan xonish bu karomatga ham hayron bo'pti, ham cheksiz xushal bo'pti. Podshoh: "O'g'lim, qizim, sizlar ajoyib fursat karomatlar bilan qo'shilibsizlar. Men va xonish buning intayin xushal. Shunga darhol to'y tayyorligini qilib, ishkinglarning aziz beshinglarni qo'shib qo'yayli", debdi. Xonish shahzoda va malika rozimanligini bildiribdi. Ular uzoq maslahatlashib, qizni Gulpari deb atashni loyiq tepibdi. Atsi butun shaharda 40 kunlik to'y boshlanib ketibdi. To'y kundan kuniga qizib beribdi. Podshoh va xonish cheksiz xushallikqa cho'mibdi. Ammo podshohning ko'nglida bu qiz zodi kimning qizi? U qandoq bo'lib bir kiyik bilan yashab cho'ng bo'lgan? Bu kiyikda biror xosiyat yoki biror sir bormi qandoq degan xiyollar takrorlanibdi. To'yning 41-kuni shahzoda Baxt ota bilan Gulparining to'yi tamom bo'pti. To'y tugab, atsi podshoh bilan xonish farzandlarini chaqirib, kiyikni qandoq o'rinlashtirishni so'rabdi. Gulpari: "Men bu kiyikdan ayrilamayman. Uningdan ayrilish menga o'lim bilan barobar bo'ladi. Shunga u men bilan birga turgan bo'lsa, o'zimga hamroh qilsam", deb iltimos qildi. Shahzoda Baxt ota Gulparining so'zlarini quvvatlabdi. Ammo xonish ancha qo'shilmay: "Bolalarim, o'ylab ko'ringlar. O har qancha qadrlik bo'lgan bilanmi hayvon tursa, biz podshoh ahli tursak, qanday qilib hayvon bilan birga yashay olamiz? Shunga uni taqqa ochqib qo'yayli bo'lamdi", debdi. Bu gaplarni anglab turgan kiyik xuddi odamdek yig'lab ketibdi. Gulpari o'zini uningga tashlab yig'labdi. Bu ahvolni ko'rib turgan podshoh kiyikning odamdek gap uqadiganligini sezib, buningda bir sir borligini his qilib: To'xtanglar. Menmi o'z maqsadimni deb baqay. Men dastlab xonish o'ylagandek o'ylagan. Endi qarasam, uni taqqa qo'yib bersak adil bo'lmog'idak. U qandoqli bo'lmasin, Gulparini ona o'rnida emitib cho'ng qildi emasmi? Shahzodamizga baxt ib keldi. Oningdan boshqa men bu jonivorning qiliqlaridan qandoqdir bir yo'shirin sirning borligini his qildim. Bu jonivor odatga hayvonlarga o'xshamaydigandek qiladi. Bo'lmasa odamdek yig'lamdi, odamdek kulamdi. Odam bolasini beqib cho'ng qilamdi. Bu ishlarga aql lol bo'ladi.
Şuna Gülpərining arzusu bo'yicha bu jonivar uning qishida bir mezgil tutsun. Qolgan ishlarni keyin ahvol qarab bir nima deyishmamdiq. Deb suhbatni uzibdi. Padişahning bu hukmidan Gülpəri va shahzoda qattiq shodlikqa cho'mibdi. Xonishmi qo'shilibdi. Aradan bir oydek vaqt o'tibdi. Padişah o'ltirsa qopsa kiyik haqida o'ylabdi. Bir kuni padişah bir necha vazirni oldiga chaqirib, "Vazirlarim, sizlarga soladigan bir maslahatim bor. Xabaringlarda bor. O'g'lim Shahzoda Baxt otaning to'yini qildik. Bularga ko'z tegmisin. Gapning o'chig'ini desam, Gülpərining ota-onasi zodi kim? Bu ish bizga qarang'u. Gülpəri o'zining zodi kimning qizi ekanligini o'zimi bilmaydi. Bu haqda Malika rostchilik bilan o'zining ota-onasini bilmaydiganligini aytdi. Malikaning biladiganini faqat uni beqib cho'ng qilgan ashu kiyik. Malika dunyoga ko'z ichib, o'zini ashu jonivorning quchog'ida ko'ribdi. Kiyik uni beqib cho'ng qipti. Men bu ishdan bekli ajablanaman. Qarasam bu kiyik odatga hayvonlarga faqat o'xshamaydi. Qiliqlari odamdekla, gap uqdigandek qiladi. Men ko'p o'ylandim. Bu jonivorda bir sir bormikin deyman, debdi. Men mu shunda qaroq faraz qilgandim, debdi o'ng qo'l vazir. Bu gapni o'ng qo'l vazir va boshqa vazirlar bilanmi biz deyishgan edik, debdi so'l qo'l vazir. Pamimcha shohimizning gumonlari xato emas. Bu kiyikda cho'qim bir sir bor. Shaharning sirtida bir donishmand buvay bor. U odamning jahondagi barliq sehr hikmatlardan xabari bo'lib qolmay, ya'ni sehr qilingan narsalarni to'niy oladi va sehrni bekor qila oladi. Shunga ashu donishmanga bir ko'z tupaqsa qandaq. Atrofda turgan amaldorlar bu gapni birdak quvvatlabdi. Noyda yaxshi bo'ldi, so'l qo'l vazirim. Bu ishni sizga topshiray. Bugundan qoldirmay, ashu donishmand buvayni huzurimga keltiring, debdi padişah. Padişahning farmoni bo'yicha donishmand buvay shohning oldida hozir bo'pti. Padişah qarasa, bu esil sifat farishtadek odam bo'lib, chiroyidan nur yig'ib turg'adek. Padişah donishmandni esil nozu ne'matlar bilan mehmon qilib o'ltirib, mutaosini uqtiribdi va o'ziga yordam qilishni iltimos qilibdi. Danishmand buvay padişahga qulluq bildirib, padişahning xizmatini jeni bilan bajo keltirdiganligini bayon qilibdi. Vazirlar kiyikni saroyga akiribdi. Danishmand buvay kiyikning ko'zlariga tikilib birdam turib qopdi-da, hasratlik ah chekibdi. Hamda "Shohim, haqiqatan dono va oqil ekanlar. Bo'ldi, hozir so'zlashmayli. Oldi bilan xonish, shahzoda va malikalar bu yerga kelsin", debdi. Hayal o'tmayla uchaylan kirib kepdi. Hammanglar donishmand buvayga savol nazar bilan qarashibdi. Donishmand buvay qardek oppoq soqollarini silab turib so'zlabdi. "Ko'nglimga xuddi besh qo'ldek ayon bo'lyotidi-ki, bu kiyik odatdagi jonivor emas, balki sehrlangan odamda qiladi. Biz bu kecha uxlamay tilak tilab, bu sehrni yondirib ko'rsak deyman. Shohimiz qandoq qaraydikin?" debdi. Padişah darhol ma'qullik bildiribdi. Danishmand buvay tayyorliqlarini bitkizibdi. Boshqalarmi taq bo'lishibdi. Danishmand o'zini tutib elib, hikmatlik so'zlarni o'qishga boshlabdi. Padişah, xonish va boshqalarmi tilak tilashib turibdi. Danishmand buvay o'qibdi. Gugum vaqti bo'pti. Yerim kechi bo'pti. Boshqalarmi to'xtamasdan tilak bildiribdi. Danishmand buvay o'qiyveribdi. Tun tongga yiqildishay deganda kiyik asta-asta ko'zini yumibdi. Aradan bir choy qaynimi vaqt o'tganda Danishmand buvay qo'lini egiz ko'tarib, "Sehr yonsin!" deb o'nlik to'labdi. Vah, shundoq bir karomat yuz beribdiki, ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda kiyik ajoyib chiroyli bir ayolga aylanibdi. Hammanglar hang-tang bo'lishibdi. U yosh yo'qi ko'zlarini alqalar bilan surtibdi-da, "Bag'rim, jigirim, oppoq qizim", deb Gülpəriga o'zini tashlab qattiq yig'labdi. Bu ishdan padişah, vazirlar, xonish va shahzoda texmo hayron qopdi. Turg'anlarning hammasi uningga salom beribdi.
Bu ayal padişah bilan xonishqa yukunib yig'lab minglarcha rahmatlar aytibdi. Bu ishdan hammanglar nihoyatda xushal bo'lishibdi. Padişah danışman bovayga altın yaqılıq tonlarını keydirib, qo'liga 10,000 sar altın tutquzib, hürmet bilan uzutib qo'yibdi. Xonish bilan malika bu ayolni yuyib tarab, chiroyli kiyimlarni kiydiribdi. Ular esil taomlar bilan nashta qilgandan keyin padişah ayoldan so'rabdi. Ey bechora mazlum, arzu tilaklarimiz ishqa eshib, aslingizga keldingiz. Biz sizning qachon nemishqa mushundaq kiyik surti kirib qolganligingizni va kelinim Gulpari bilan qandaq chetishligingizning borligini bilishga bakli oldiryapmiz. Navoda malol kelmasa, dil azar his qilmasangiz, kechirmishlaringizni so'zlab bersangiz qandaq, debdi. Men aslida deb so'zini boshlabdi kiyikdan o'zgargan ayol. Bir katta boyning arzuli qizi edim. İsmim Gulboy edi. Buningdan 18 yil burun bir kuni xizmatkor qizlar bilan otam menga sepaygan xasbig'imda o'ynab yuratdim. Shahrimizning podshohi Qutlug' Shoh shu chaqda bog'ning teshidan meni ko'rib, mening qishimga kelib ismimni so'radi va bog'dan bir tal qizil gulni elib qo'lig'imga qistirib qo'ydi. U keyin meni izlab keladiganligini aytib ketdi. U qaddi qomatlik, uning ustiga yosh edi. Aradan bir qancha kun o'tib, uyga uning elchilari keldi. Atam va onam xushallik bilan ma'qullik bildirdi. Shunda qilib bizning 41 kecha kunduz to'yimiz bo'ldi. Hamma odam xushallik cho'mdi. Faqat birla odam, ya'ni podshohning cho'ng xonishi noita xafa edi. Men uning xafa chiroyiga qarab, uningga ichim og'irdi. Navoda uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, balki men shundoq bo'lishim mumkin-di. 41 kuni to'y tamom bo'ldi. Yerim kecha bo'lganda ussab ketdim. Shohning qishidan asta qo'pib, tashqarqa hujraga chiqsam, cho'ng xonish o'ltiribdi. Men o'zimning ussiganligimni aytdim. U bir kichik mis chaynakdan bir piyola sharbat quyib berdi va obdan aram elishimni topiladi. Men rahmat aytib, shohning yoniga kirib ketdim. Atisi tong otganda podshoh ansiz vaqirab ketdi. Sirtdan odamlar do'pirilishib kirib keldi. Qarasam, 4 oyoqliq bo'lib qopdiman. Üstü beşimning hammasi tük. Odamlar olvasdikan, kiyik suratlik olvasdikan, tutinglar, bog'langlar deb vaqirab, menga yopirilib kelishdi. Ahvolning chatoqligini, hayotimning xavf ichida qolganligini his qilib qochdim. Ular qo'g'lidi. Men jinimning boricha qochdim. Ular meni 1 yildak tog'-mutog', dasht-mudasht qo'g'lidi. Shu jarayonda qizimni tug'dim. Men uni elib, inson oyoq bosmaydigan yerlarda yurib, 18 yilni o'tkazdim. Men so'zlayolmaganligim uchun qizimmi tilsiz cho'ng bo'ldi. Men o'zimning ahvolimga echinmadim, ammo qizimga qarab yurgim bek etishib ketdi. Chunki u mendek hayvon siyoqida tug'ilgan bo'lsa, ancha azoblanmas edim. Yamini qizim odam siyoqida, uning ustiga noyat chiroyli tug'ildi. Garchi hayvon bo'lsammi, tilim bo'lmasimi, pok qalbim bilan qizimga osonlik tiladim. Bir kuni u bir kecha yo'qolib ketdi. Men bek qo'rqdim. Atisi bu shahzodani boshlab qishimga keldi. U so'zlayoladigan bo'lib qopti. Men gap qilolmasammi, so'zlarini uqib bek xushal bo'ldim. Shahzoda qizim bilan meni bu yerga boshlab keldi. Qolgan ishlarni deymisanmi, o'zinglar bilasizlar. Mening ko'rgan kunlarim ana shu. Ota-onam nim bo'lib ketgandu. Balkim hijron dardi va ich og'riqida o'lib ketgandu. Ayol hikoyasini shundoq oxirlashtiribdi. Gulpari o'zini onasining bag'riga tashlab yig'labdi. Shahzodam uni ona deb chaqiribdi. Bu ish butun shaharga pur ketibdi. Podshoh bilan xonish bu ishlardan xabar topgandan keyin uzoq maslahatlashibdi. Atsi Adil podshoh bir qancha vazirni chaqirib, "Sizlar Qutlug' Shohni mening nomimdan shahrimizga mehmonga taklif qilib kelsanglar, navoda qabul qilsa texi yaxshi, rad qilsa oldiga o'zim boraman", deb vazirlarni yo'lga sapdi. Vazirlar podshohning farmoni bo'yicha Qutlug' Shohning shahriga kelib, shohga salom bajo keltirgandan keyin Adil shohning maktubini va uning yo'llagan sovg'atlarini taqdim qilibdi. Hamda o'zlarining kelish maqsadini Qutlug' Shohga bildiribdi. Qutlug' Shoh xushallik bilan ma'qul bo'lib, "Qadiminglarga muborak bo'lsin. Men podshohinglarning odamgarchilik qilib, meni mehmonga chillaganligiga ko'p xushalman. 1-2 kun sizlar shahrimizda bo'linglar. Bog'i bo'stonlarni tomosha qilinglar. Ondan birga borayli", debdi. Elchilar rozilik bildiribdi.
Kelganlar Qutlug' Shohning shahrida 3 kun sayli tomosha, ba'zmi mashrab o'ynab, ko'ngillarini ochgandan keyin Qutlug' Shohni elib o'z shahriga ravon bo'pti. Qutlug' Shoh 400 dak vazir amir, olim hukmronlarini elib mengibdi. Adil Shoh Qutlug' Shohni qizg'in qarishi apti. Jahon xushalliqqa cho'mibdi. Nag'ri sunaylarning ovozi ko'kka yetibdi. Deb tugatkusiz ba'zmi tomoshalar bilan bir oy o'tibdi. Qutlug' Shoh qaytmoqchi bo'pti. Shu chaqda Adil Shoh Qutlug' Shohga: "Muhtaram oliylari, o'zlari qaytish oldida turibdilar. Yo'lga chiqishdan burun o'zlariga deydigan ozroq gapim bordi. Ko'ngillari xolamdi", debdi. Albatta, o'zlarining shaharda yurgan kunlarimda o'zlarining kaminidan ko'p dona va jiq odil ishkanliklarini his qildim. Hikmatlarga to'lgan suhbatlardan dilim yo'rib, ko'nglim ko'tarilib qoldi. Qandaq so'zlari bo'lsa, xushallik bilan anglashga men tayyor, debdi Qutlug' Shoh. O'zlariga demoqchi bo'lganim bir hikoya, bir tepishmoq desammi bo'ladi. Bu tepishmoqni billa topsaq deyman. Burun mundaq bir ish bo'lgan ekan, deb so'z boshlagan Adil Shoh bo'lib o'tgan voqealarni bir-birlab hikoya qilibdi. Qutlug' Shoh bu hikoyani anglab hayron qoldi va 18 yil burun o'z beshidan o'tgan ishlarni yodiga oldi. Ammo chandurmay hikoya anglagan qiyofatda: "Nihoyat qiziq ham nihoyat echinishli kechirishgan bu", debdi. "Bu hikoyaning oliylari bilan hech qanday aloqasi yo'q deb qaramdala", debdi Adil Shoh Qutlug' Shohga. Qutlug' Shoh nima deyishini bilolmay o'ltirib qopti. Shu chaqda Adil Shohning xonishining hamrohligida Gulboy, Gulpari kirib keldi. Qutlug' Shoh uni ko'rib hayron qopti va o'rnidan chachrab qo'pib: "Gulboy", debdi. Xonish Gulboy cheksiz hasrat ichida: "Azizim", deb uning yeniga keldi. Turg'anlarning hammasi ko'z yoshi qipti. Shuning bilan barliq sirlar oshkora bo'pti. Qutlug' Shoh darhol vazirlarga farmon tushirib, cho'ng xonishni chaqirtibdi. Qutlug' Shoh bilan Adil Shoh uni rost gap qilishga qistabdi. Cho'ng xonish yolg'on aytishga o'rin qolmaganligini bilib, gunohini tilab: "Men gunohkor, bir qo'sh qinimni tilayman. Gulboy kichik xonish bo'lib o'rniga kelganlikdan mening kundashligim tutib, o'zimni qo'yolmay qoldim. Shuning bilan har turli chora amallarni qilib, bir jodugar mo'mayni tepib, dardimni aytdim. U mingsar ko'mish berish sharti bilan menga anar sharbatiga seriqib berdi. To'y kechasi yarim kechida xonish Gulboy kutganimdek ussidim deb tashqariga chiqdi. Men ashu sehrlangan anar sharbatini uningga bergandim", debdi. Qutlug' Shoh g'azabdan jaloqlab titrab, vazirlariga darhol hiliqi jodugar mo'mayni keltirishni buyuribdi. Uzoq o'tmay jodugar mo'may hozir bo'pti. Nurg'un odamlarning qon qarziga bo'g'ilgan bu qiyri dalla o'limga buyurilib, darg'a esilibdi. Cho'ng xonishni bo'lsa, xonish Gulboy tilab qopti. Xonish Gulboy bilan Malika Gulpari Qutlug' Shohni quchoqlab, baxt yoshlarini to'kibdi. Xonish Gulboy Qutlug' Shohdan ota-onasini so'ragan ekan, podshoh: "Men nihoyat cho'ng jinoyatga yo'l qo'ydim. Men bo'lgan ahvollarni uqmay, ularni menga qiz emas, olvosni bergankan deb zindonga soldirgandim. Ular helimi zindonda, ammo men ularga ziyon zahmat yetkazmay keldim. Pat fursatda ular bilan didorlashsiz", debdi. Shunda qilib hamma ish ayon bo'pti. Yomonlarning holi yomon bo'pti. Yaxshilar xushalliqqa cho'mibdi. Adil Shoh bilan Qutlug' Shoh maslahatlashib, Shahzoda Baxt oti bilan Malika Gulparining to'yini yana 40 kun o'tkazib beribdi. Qutlug' Shoh, Adil Shoh va uning xonishi boshliq Adil Shohning xalqini o'z shahriga boshlab berib, o'zi bilan xonish Gulboyning to'yini yana 40 kun, Shahzoda bilan Malikaning to'yini yana 40 kun o'tkazib beribdi. Ikki shahar xalqi to'y ustiga to'y o'ynabdi. Shuningdan boshlab ikki podshoh va ikki shahar xalqi tuqqan bo'lishib, yaxshilarni yo'lab, yomonlarni jazolab, elda baxt saodat o'rnatibdi.